Muhabbat qilish bu qalbni ishi azizlar. Masalan, itoat bu ergashish, namoz o'qish, Alloh buyurganini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurganini qilish. Ammo muhabbat esa bu qalbda. Bu o'sha qilayotgan ishingizni yurakdan qilishlikka olib keladi. Aytamiz-ku, siz namozni o'qib bo'lib emas, namoz o'qiyotganda xursand bo'ling. Allohning qabulida turibman deb. Alloh taologa banda sajda qilgan holatidan boshqa biror paytda yaqin bo'la olmaydi, bunchalik darajada. Bandani Allohga eng yaqin bo'ladigan holati faqat sajda, azizlar. Shayton shu sajdani qilmasdan shayton bo'ldi-da. Shu sajdani qilmasdan shayton bo'ldi. Shuning uchun bu narsa endi muhabbat bilan bo'ladi-da. Bir kuni Rasulimiz alayhisolatu vassalamning oldilariga kelib bir odamning savolini keltiradilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, bir kishi kelibdilarda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan so'rabdilar. Qiyomat qachon deb. Payg'ambarimiz alayhisalom qiyomat qachonligini aytmayaptilarda, o'ziga savoliga savol bilan javob beryaptilar. Aytayaptilarki, "Va ma a'tatta as-sa'a?" Sen o'zing qiyomatga nima tayyorlab qo'yding deyaptilar. Qarang. Shunda hali odam aytdi, ko'p narsa tayyorlamadim. Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatim bor dedilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom unga aytgan ekanlar. Sen tashvish qilma qiyomatda. Sen sevganlaring bilan birga bo'lasan jannatda. Rasulimiz alayhi salatu vassalamda sevishlik u zot bilan birga jannatda bo'lishlikka sabab bo'lar ekan aslar. Jannatga kirish o'zi bir ne'mat. Yana Rasulimiz alayhi salom bilan birga bo'lishlik. Lekin biz Allohni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevishligini da'vo qilaveramiz. U zot bizni sevganchalik sevgisini 100dan birini, balki 1000dan birini ham qila olmaymiz. Aslida u zotga bizni muhabbatimiz keragi yo'q. Juda ham ko'p rivoyatlarda Rasulimiz alayhissalom ummat uchun yig'laganliklari bor, azizlar. U zot musibatlarga biror marta yig'lamaganlar. U zot biror bir qiyinchiliklar uchun yig'lamaganlar. U zot yig'lagan bo'lsalar, faqat ummatiga bo'lgan muhabbatidan yig'laganlar. Hatto qiyomatda ham hamma o'zini nafsi bilan ovora bo'lib, "Vo nafsi, nafsi" deb qolar ekan. "Ey nafsim, o'zim" deb turganda Rasulimiz alayhisalom ummati deb turar ekanlar. Ummatimga nima bo'lyapti? Alloh va uning rasuliga muhabbatlik bo'lsa, ana o'sha muhabbat bizni u zot bilan birga qiladi.